Assalomu alaykum. Men hozir sizlarga Medbotni admin panelini qanaqa qilib ishlatishni bosqichma-bosqich ko'rsatib beraman. Xo'p, birinchi navbatda biz foydalanuvchi nomi va parolni kiritamiz. Menda bundan oldin foydalanganligim uchun saqlanib qolgan ekan. Xuddi shu foydalanuvchi nomi bilan kirish tugmasini bosamiz. Ko'rib turganimizdek, bizda xuddi shunaqa oyna paydo bo'ladi. Bundan keyin biz onlayn qabul bo'limiga o'tib, bizga bot orqali onlayn yozdirilgan bemorlarni ko'rsak bo'ladi va bundan analiz javoblarini yuklash uchun yuklash tugmasini bosamiz. Yuklash tugmasini bosgandan keyin choose faylni tanlab, o'zimizga kerakli bo'lgan faylni papkalarimiz orasidan tanlab olamiz hamda open tugmasini bosamiz. Mana demak qo'shildi. Endi saqlash tugmasini bosib, saqlash tugmasini bosganimizdan keyin mana ko'rib turganinglardek, A'lamxo'jayeva Ruxshonaga analiz javoblari yuklandi. Ko'rish tugmasini bosib, analiz javoblari faylini ko'rsak bo'ladi. Va agar tahrirlamoqchi bo'lsak, tahrirlash bo'limiga o'tib, faylni o'zgartirmoqchi bo'lsak, papkalar ichidan yana o'zimizga kerakli bo'lgan faylni tanlab, open tugmasini bosib, qaytadan saqlash tugmasini bossak, analiz javobi o'zgaradi. Demak, onlayn qabul va analiz javoblarini yuklash xuddi shunaqa tartibda ishlaydi. Bu yerda navbatga kelgan bemorlar va tasdiqlangan bemorlar ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shifoxonamizda mavjud bo'lgan bo'limlarimizni qo'shib tahrirlasak bo'ladi bu yerdan ham. Shifoxonamizda mavjud bo'lgan, demak, shifokorlar hamda sozlamalar bo'limi mavjud. Admin panel xuddi shunaqa tarzda, xuddi shunaqa tartibda ishlaydi.